Toshkentda BYD va Gentra o'rtasidagi yo'l talashish tufayli ona homilasidan ayrildi. Voqea aks etgan video tarmoqlarda tarqaldi. Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Muqimiy ko'chasida sodir bo'lgan holatga Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati izoh berdi. Gentrada homilador ayolni olib ketayotgan haydovchiga ko'ra, u yo'lning o'ng tomonidan sharq tarafiga o'tgan. Shunda ortimdagi BYD kelib signal chalib vahima qildi. Ayolim esa sekinroq yurishni so'radi. Oqibatda BYD kelib Gentrani siqib to'xtatgan. BYD haydovchisining o'g'li kelib oynani sindirgan va haydovchini urgan. So'ngra otasi ham kelib urushni boshlagan. Bu paytda Gentraning egasi ayolim homilador deyishiga qaramasdan ular urushda davom etgan. Orqa o'rindiqdagi ayoli eriga hujum qilganlarni ko'rib qo'rqib ketgan. Oqibatda voqeadan keyin Gentra haydovchisi ayolning homilasi nobud bo'lgan. Hozirda BYDda bo'lgan ota-bolaga Jinoyat kodeksining 277-moddasi jamoaviy bezorilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar protsessual tartibda ushlangan. Homilaning tushish sabablarini aniqlash maqsadida sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Agar tasdiqlansa, gumonlanuvchilar harakatiga qo'shimcha huquqiy baho beriladi.